Assalomu alaykum, Termobochi kanali a'zolari. Xudo xolasa biz Namangan tumani Chortoqqa kelganmiz. Xo'p, bu yerga Zoto Kuba 50 kilovatli avtomat kotol qo'yilgan. Men o'zim kelib, videosini olgani keldim. Chunki men sistemalarni ko'rasizlar, bular Qosimxon aka, santexnik shu ustamiz bu mashina ishlarni shu kishi qilganlar. Полный malparo atapleni, kotolni, ustanovkasi, boshqasi hammasini shu kishi o'rnatganlar. Hozir bulardan bitta informatsiya olamiz. Sistemalar qaysi holatda bo'lgan, kotol qanaqa holatda ishlayapti deb hozir kotolni полный ishlatib yurg'izib berdik. Mana hozir poddeshkaga turibdi akalar. 70 mana ravo 79 ga tushib sразу, ya'ni sekin tushdi. 80 ga chiqqani poddeshkaga o'tib oladi. Kotol o'sha yangi pult upravleniya S-Line pult upravleniyadan Zoto Kubaniki. Kotol mana hozir ichki poddeshkaga o'zi shu holatda turadi. Undan chistotli nasoslarni hammasini qo'yilgan ekan. Oldin men hozir kotol to'g'risida ozgina informatsiya beraman, keyin Qodirxon Qosimxon aka qon hamma yoq to'g'risida sizlarga tushuntirib ko'mirlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'miri ham o'sha Qirg'izistonda Shibarko'l ko'miridan adashmasam qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, Shibarko'l. Shibarko'ldan adashmasam o'sha simchkasidan qo'yilgan. Bemalol qizdirib, isitib, sразу o'sha gradusini ko'tarib boshqa qilyapti. Bunker bu yonga ham o'rnaydi, bu yonga ham o'rnaydi. Akamiz bu tarafga o'rnatdilar. Qosimxon aka, endi bitta bizni fonda o'sha gruppadagi akalarga tushuntirib bersangiz sistemangiz haqida. Hop. 50 kilovatli kotol o'rnatganmiz. Aha. Birinchi o'rinda gruppa безопасности o'rnatganmiz. Kotollar himoyasi uchun. Ha. Manometrlar bilan qo'shimcha yana zirhli klapan. Aha. Hop, chistotli nasoslarni o'rnatganmiz. Aha. Teplopolimizga kollektorlar balansировочный. Aha. Hop, turli xildagi sensitivlar o'rnatganmiz. Teplopolda gaz olish uchun. Zoto kotol uchun alohida boilerga nasos o'rnatganmiz. Bu radiator uchun. Bu radiator uchun. Ham radiatorni qo'shmamiz aka. Yo'q, hali qo'shmaymiz, ozgina ishlari bor. Aha. Hop. Gidrostrelkadan foydalanganmiz. Gidrostrelka. Dashlamator, separatorlar o'rnatganmiz. Очистка filtr o'rnatganmiz. Grobi. Aha. Hop, 200 litrli boilerlar o'rnatganmiz. 200 litrli boiler. Bu boilerni ham shu kotol yordamida hozir ponni qizdirilyapti shunaqa. Ha, ham bunda ishlardi, ham bu kotolda ishlardi. Bu yerda normalda gaz ham bor ekan. Gazdagi qish kuni mo'ljali pasaygan hisobiga. Bo'lmaganligi uchun. Shuning uchun o'shanda Zoto kotoldan foydalanamiz. Avariya holat bo'lsa ham o'sha kotol yordamida bemalol qizdirsanglar bo'ladi. Gazlar ham ko'ryapsizlar, yillarga kamayib boryapti. Gaz qish kunida pasayganda bu kotolda ishlamaydi. Shuning uchun bular pasayib, muammo bo'lgan vaqtda bemalol ko'mirli kotoldan foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Hop. GVS uchun alohida расширительный bak. Aha. Atapleniya uchun alohida ikkita 24 litrli qo'yganmiz. Sababi bitta qo'ysa mabodo bittasi dami chiqib ketib qolsa deb bittasi ishlab turadi. O'shaning uchun ikkiga bo'lib anaqa qilganmiz. Aka, sistemani ko'rib turibman, hozir atsinkodan montaj qilibsiz aka. Ko'pchilik shu atsinko juda qimmat tushadi deyshadi. Bizga shu normal paper trubadan, masalan, plastmassa trubadan qanaqa qimmat tushadi yo u bilan narxi qanaqa, shu to'g'risida ozgina tushuncha bering. Hop, qimmat tushishi ozgina 10-15% qimmat tushishi mumkin. Lekin qarshiligi kamligi uchun bu trubasi diametri ixchamlashgani uchun bu narsalar ozon chiqadi. Agar paperda qiladigan bo'lsak, mana narsalar kattalashgani uchun narxi ko'tarilib ketadi. O'shanga bizga mana shu narxi atsinkovga yaxshi chiqdi. Paperdan ancha qulay. Ham chiroyli, ham chiroyli, ham sifatli, uzoq yil xizmat qiladi. Akkuratli turishini ko'ring. Bu yerda ozgina kamchilik bor ekan. Men o'ylashim bu yerga tosh qo'yib, svetini qo'yiladi. Shu yerga qo'yib turib, ponni bitkaziladi. Akalar, ko'ryapsizlar, xudo xolasa, kimga shunaqa xizmat ishli kerak bo'lsa, akamiz nomerlarini qoldiraman, yo biz nomer telefon qilsanglar nomerlarni beraman. Bemalol shunaqa ishli kerak bo'lsa, montaj ishlar kerak bo'lsa, qilib berishlari mumkin. Xohlasangiz gazli kotol, elektrik kotol, ko'mirli kotol deysizmi, hammasini borib nastroyka, ustanovka, полный hammasini bitkazib berishlari mumkin. Bu yerda yana bitta qo'shimcha aka, elektrik telini ham qo'yib ketishgan ekan. Zavodga zotan o'zim pult upravleniya bilan bu telni nimaga desam, bu yerda odam kam yashaydi. Agar odam qolmagan vaqtda ham 3 kilovatni o'zini yoqib,
sistemani muzlamasligi uchun 2 kilovat o'zini yoqib qo'yamiz deb shu gapni aytdilar. Zavodskiy ferrum dimoxidlar bilan qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, kotyol o'zi mana hozir yonishlarni ham bitta sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Yonishlar aka. Kimga shunaqa xizmat ishda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bemalol yaxshi narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Omonlik mana ishga bitta mana qilib bosib qo'yasizlar. Akamizga qo'llariga sog'liq. Bemalol shunaqa ishga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.